Tasavvur qil, bugun tarozi bosdim. 90 kilo. Sof mushak va jun. Fermer buni ko'rib, xursandligidan orqamga urib qo'ydi. Qo'chqor, baribir qo'ysanda. U seni chempion bo'lganing uchun emas, shashlik bo'lishga tayyorliging uchun maqtagan. Qo'ysangchi endi echki. U menga alohida yem beradi, vitaminlar beradi, meni yaxshi ko'radi. Biz sherikmiz. Voy galvars qo'chqor. Sen sherik emassan, sen shunchaki tovarsan. Qancha semiz bo'lsang, pichoq shuncha o'tkirroq charxlanadi. Pichoq deb qo'rqitmasangchi. U menga mening polvonim deydi-ku, odam o'z polvonini yemaydi-ku, to'g'rimi? Sodda qo'y. Meni nega ozg'in deb o'ylaysan? Men ataylab faqat quruq o't yeyman va kechasi bilan yo'talib chiqaman. Men seni kasal bo'lsa kerak deb o'ylabman. O'tgan hafta o'layotgandek baqirgan eding-ku. Fermer seni ko'rib tupurib ketgan edi ustingga. Ana ko'rdingmi? Menga aynan shu kerak edi. Tupurib ketdimi demak yemaydi. Bu mening sug'urtam aslida. Voy bila, shunda men xato qildimmi? Men chiroyli ko'rinish uchun har kuni junimni taratardim. Tezroq semiray deb harakat qildim. Men hoziroq ozishni boshlayman. Bugundan boshlab faqat suv ichaman va fitness bilan shug'ullanaman. Balki shunda omon qolarman. Kech bo'ldi endi og'ayni. Ertaga mol bozor kuni. Seni allaqachon elitni qo'y deb ro'yxatga kiritishgan. Dabdalang chiqdi uje. Men elitni emasman. Men oddiy sassiq qo'chqorman. Men hozir loyga yumalayman. Meni qutqar echki. Jumbayni qis ahmoq. Panikadan foyda yo'q. Bitta yo'li bor. Hozir borib fermerning oyog'ini tishlaginda, unga yomon ko'z bilan qarab shoxlab tasha. Tishlash kerak, tushundim. Agar men yomon bo'lsam, meni yeyishmaydi. Rahmat echki, men ketdim jangga. Qo'chqorjon, baribir qo'ysanda kim nima desa ishonaverasan. Bozorga boruvchilar spiskasiga endi aniq tushasan.